Qizlarjonlar, bugun bizada minnatdorchilik marafonini 18-kuni. Qizlarjonlar, bugungi kunning vazifasi shundan iborat bo'ladiki, biza bugun hayotimizga hali kirib kelmagan, orzu qilayotgan yoki niyat qilgan, maqsad qilgan yoki bo'lmasa tilaklarimiz bo'ladi, Xudodan so'raydigan tilaklarimiz bo'ladi. Aynan o'shalar uchun minnatdorchilik yozamiz. Birinchi vazifa shundan iborat bo'ladiki, bugun siz o'sha orzularingiz bo'ladimi, maqsadingiz bo'ladimi, tilagingiz bo'ladimi Xudodan so'raydigan yoki bo'lmasa xohishlaringiz bo'ladimi, qanaqadir o'shalarni ro'yxatini tuzasiz. Birinchi ularni ro'yxatini tuzib olasiz, ichidan 10 tasini tanlab olasiz. 10 tasi masalan o'sha aqlingiz ko'nadigan, hozirgi paytda zarur bo'lgan amalga oshishi, sizga baxt beradigan, haqiqatda siz mazza qiladigan, hech kimga bog'liq bo'lmagan, erim pul topish kerak, erim qilib berish kerak yoki bo'lmasa qaynonam berish kerak yoki ota-onam qilib berish kerak deydigan, unga bog'liq bo'lmagan. Mana shunaqa iloji boricha o'shaqa tilaklaringizni 10 tasini ajratib olasiz. Bu birinchi vazifa bo'ladi. Ikkinchi vazifa shundan iborat bo'ladiki, siz o'sha orzularingiz, maqsadlaringiz, tilaklaringiz ichidan 10 tasini tanlab oldingiz. Endi uni o'sha tanlab olgan 10 tangizni boshqa qog'ozga biz ko'chiramiz. Qanaqa ko'chiramiz? Birinchi o'sha tanlab olganlaringiz ichidan bittasini yozasiz, birinchi tilagingizni yozdingiz va uni ketidan tasavvur qilasiz, xuddiki o'sha tilagingiz amalga oshdi. Hayotingizga уже real hayotingizda bor уже yoki bo'lmasa real hayotingizda aynan o'sha tilagan tilagingiz ichida yashayapsiz yoki o'sha niyatingiz amalga oshdi. Shuni ichida yashayapsiz. Prям shuni his qilasiz. Va mana shu narsa amalga oshgani uchun ichki o'sha xotirjamlik bilan mazza qilib minnatdorman da minnatdorchilik bildirasiz. Ikkinchi tilagimizga o'tamiz keyin. Ikkinchi tilagimizni ham yozamiz. Ketidan o'sha ikkinchi tilagimiz amalga oshganini hissini his qilamiz. Prям o'sha qog'ozimizga qarab yozayotgan joyimizda o'sha tilagimiz amalga oshdi, hayotimizga kirib keldi va tasavvur qilamiz. Xohlasangiz ko'zingizni yumib qiling, xohlasangiz ko'zingizni ochib qiling. Tasavvur qilib o'sha maqsadingiz yoki o'sha tilagingiz yoki o'sha orzungiz yoki o'sha niyatingiz amalga oshdi. Aynan o'sha niyat qilgan niyatingizda yoki o'sha orzungiz ichida yashayapsiz. O'shani tasavvur qilgan holda, o'shani mazzasini his qilgan holda, shunaqa xotirjamlik bilan mazza qilib minnatdorman. Shu narsa hayotimga kirib kelgani uchun minnatdorman. Yoki shu narsa amalga oshgani uchun minnatdorman. Yoki shu narsa hayotimda sodir bo'lgani uchun minnatdorman. Yoki shu narsa meni hayotimga kirib kelgani uchun minnatdorman. Tushuna olasizlar qizlarjonlar. Keyin 3-tilagimizni yozamiz. Xuddi shunaqa davom ettirib ketaveramiz. Oldin tilagimizni yozamiz, keyin tilagimizni yoz bo'lganimizdan keyin uni amalga oshirib, tilagimiz amalga oshib, hayotimizga kirib kelib, niyatlarimiz ro'yobga chiqqanini, o'sha aynan yozgan niyatingiz ro'yobga chiqqanini his qilib, o'sha niyatingiz ichida yashaysiz, ozgina. Prima shunaqa his qilib va bunga minnatdorchilik bildirasiz. Keyin davom ettirib, o'sha ikkinchi tilakka keyin o'tamiz. Keyin ikkinchi tilakda ham xuddi shunaqa yozamiz ikkinchi tilagimizni va o'sha ikkinchi tilagimizni tasavvurimizda his qilib, hissiyotlarimizni berib, energiyasini his qilib va o'sha amalga oshganidek qilib o'ylaymiz, tasavvur qilamiz va bunga minnatdorchilik bildiramiz. Xuddi o'sha amalga oshgani uchun minnatdorchilik bildirgandek, amalga oshayotgani uchun shuning uchun minnatdorchilik bildirgandek shu narsani his qilib minnatdorchilik bildiramiz. Xuddi shunaqa davom ettirib ketaveramiz. 3-4 toki o'sha 10-tilagimizgacha xuddi shu tartibda yozamiz qizlarjonlar va tasavvur qilamiz. Aynan ongosti bo'yicha ishlaydigan olimlar va juda ham ko'plab kitoblar yozgan va minnatdorchilikka kuchini mana shu butun dunyoga yoygan, masalan, olimlardan Jon Kexa, Jim Rohn, Rhonda Byrne juda ham ko'p, masalan, olimlar, ongosti bo'yicha mutaxassislar shu narsani ustida ishlagan insonlar, mana shu olimlar o'zligi tajriba o'tkazishgan va minnatdorchilikda tilak qilingan o'sha hayotiga kirib kelgandek minnatdorchilik bildirgan insonlarni
hayotiga o'sha tilagini, hissiyotini bergan, tilagini, energiyasini o'sha minnatdorchilikda bergan insonlarning hayotiga bu tilaklari 7 oyda kirib kelgan. Buni davomiy qilgan paytda xuddi o'zinikidek-da, mana masalan uy olmoqchi yoki qaysidir nimanidir qilmoqchida, o'shanga qaragan paytida yoki u uchun shunaqa darajada norma bo'lib qolgan paytda bu narsa juda ham, ya'ni yarim muddatga qisqargan. Ya'ni 3,5 oyda hayotiga kirib kelgan. Shuning uchun o'sha eng muhim narsa bu yerda o'sha tilagingizni yozdingizmi, orqasidan beradigan hissiyotingiz, orqasidan beradigan tasavvuringiz sizni o'sha hayotingizga juda ham tez kirib kelishiga yordam beradi. Faqat bu narsani hayotingizga kirib kelishida diqqatingiz bo'lib qilishingiz kerak emas. O'sha narsani hozir men shunaqa qilsam tez kirib keladi degan o'y-xayol bilan qilish kerak emas, aqlan demoqchiman. Bu yerda o'sha niyatingizni, tilagingizni yozganingizdan keyin xuddi hayotingizga kirib kelyapti, bo'lyapti, уже shuni ichida yashayapsiz, shuni minnatdorchiligi. Prям masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, masalan o'sha qizingiz turmushga chiqmoqchi, mana to'y ertaga hozir siz tayyorgarlik ko'ryapsiz, to'y bo'lyapti уже. Mana o'sha уже to'yi ichidasiz. Kuyov navkar kelyapti, jarayonlar. Mana to'ygacha bo'lyapti jarayonlar, prям shuni ichida yashayapsiz. Mana etapma-etap mana shu Fotiha bo'ldi, boshqa bo'ldi, tez-tez bo'lib ketyapti hammasi. O'sha chuvstvalar tayyorlanyapsiz, boshqa qilyapsiz, mana shu chuvstvalar bo'lishida. Shunaqa tasavvurimizda, mana shunaqa his qila olganimizda, uni vibratsiyasini, eng muhimi uni vibratsiyasini his qilish. Bilasizlar, har bitta tilakka, har bitta xohishi, har bitta niyatimizda o'zini vibratsiyasi bor. Qachonki biz o'sha vibratsiyani his qilganimizda yoki o'sha vibratsiyada yashaganimizda, u bizani hayotimizga kirib keladi. Biz qaysi vibratsiyada bo'lsak, atrofimizda o'sha vibratsiyadagi narsalar sodir bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun ham masalan, shunaqa gap bor. Masalan, o'sha har bitta insonga Alloh taolo farishtalar jamoasini yuborib qo'ydi deyiladi. Farishtalar sizni gapingizni tushunmasligi mumkin. Alloh bergan ilmdan boshqasini ular bilmasligi mumkin. Ular tilni bilmasligi mumkin, boshqani bilmasligi mumkin. Mana ular o'sha niyatlaringizni yoki boshqalarni sizni rizqingizga javob beradigan farishta, sizni nimangizgadir javob beradigan mas'ul qilib qo'ygan deyiladi. Aynan o'sha farishtalar sizdagi vibratsiya bo'yicha harakat qiladi. Sizni o'sha o'y-hayolingizdagi vibratsiyalar bo'yicha ular harakat qiladi. Sizni gapingizni tushunmaydi. Siz Xudodan so'rayapsizda, masalan, Allohim mana bunaqa ber, qarzdan qutqar yoki boshqa qil, yoki bo'lmasa menga ko'p men baxtli bo'lishim, baxtli qilgin meni deb turib baxtsizligingizni o'ylayotgan bo'lsangiz, aynan o'sha vibratsiya bo'yicha hamma narsa harakatlanadi deyiladi. Bu meni gapim emas, bu o'sha aynan mana shu ongosti bo'yicha ishlagan mutaxassislarni, necha yillik olimlarni tadqiqotini natijasi. Shuning uchun qizlarjonlar, eng muhim narsa minnatdorchilik. O'sha hayotingizda hali kirib kelmagan narsalar uchun minnatdorchilik, chunki bizning ichimizda ko'pincha qo'rquv bo'ladi, yomon gumonlar bo'ladi yoki ruxsatsizliklar bo'ladi. Shuni hisobiga bizda ko'pincha minnatdorchilik bo'lmaydi u narsa. Bizda shubha bo'ladi u narsani bo'lishiga. Ikkinchi muhim narsa, biz hayotimizga faqat o'zimiz his qila oladigan narsa, biz vibratsiyasini bilgan narsalarimizni hayotimizga olib kira olamiz, undan ortig'ini emas. Shuning uchun ham bekorga aytilmaydi, Alloh senga nasib qilgan narsani agar o'sha nasib qilgan bo'lsa, senga o'sha xayol qildiradi. Nasib qilmagan narsasini senga xayol qildirmaydi deyiladi. Bu ham xuddi shunaqa. Sizni hayotingizga kirib kelish kerak bo'lgan narsani siz o'sha kirib kelgandek his qila olasiz. Kirib kelish kerak emas bo'lsa, kirib kelishga hali tayyor emas bo'lsangiz, kirib kelish kerak emasda emas, hali kirib kelishga tayyor emas bo'lsangiz, hali u vibratsiyani tushunmasangiz, u narsa sizni hayotingizga kirib kelmaydi. Tushuna oldinglar deb o'ylayman qizlarjonlar. Xudo xolasa ertangi darsda uchrashguncha.